Nima uchun Jovuzjon bilim yurtining darvozasidan o'zbek yozuvi olib tashlandi? Tolibon hukumati bu haqda nima deydi? Tolibon rasman hech narsa demayapti. Jovuzjon bilim yurtidagi ismini oshkor qilmasligini so'ragan ishonchli manba BBCga bu Tolibon Oliy ta'lim vazirligining qarori asosida amalga oshirilganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, Oliy ta'lim vazirligi mamlakatdagi barcha bilim yurt binolari peshtoqi 3 tilda, dari, pashto va ingliz tillarida bo'lishi kerakligini aytgan. Biroq Tolibon Oliy ta'lim vazirligi rasman bayonot bermagan. Ayni paytda ba'zi manbalar Foryob, Taxor va Saripur viloyatlaridagi bilim dargohlari peshtoqlarida o'zbek yozuvlari borligini tasdiqladi. Bu qaror barcha viloyatlarda amalga oshirilishi haqidagi da'voni shubha ostiga qo'yadi. Bu ijtimoiy tarmoqlarda keng tanqidlarga sabab bo'lmoqda. Ba'zi faollar Tolibon hukumatini qattiq tanqid qilishdi va jiddiy oqibatlar haqida ogohlantirishdi. Boshqalari esa rasmiy tushuntirish so'ralishi kerakligini aytishdi. O'z uyinga sig'magan tilim kabi e'tirozli postlar ham ijtimoiy tarmoqlarda yangramoqda. Aziz muxlislar, fikrlaringizni izohlarda yozing va ushbu videoni do'stlaringizga yuboring. bbc.com o'zbek veb saytiga ham borishni unutmang.